Joriy yilda yashil energiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalari loyihalarini yaqin istiqbolda amaliyotga tatbiq etish orqali viloyat bo'yicha 21 megavat quvvatdagi quyosh panellarini o'rnatish evaziga qo'shimcha 45 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Bugungacha respublikamizda 35 ta kichik issiqlik elektr stansiyalari qurildi. Sanoatda yashil energiya sertifikati tizimi joriy qilindi. Quyosh panellari o'rnatgan xonadonlar soni ham ko'paymoqda. Aytish joizki, atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili davlat dasturida ham eng katta yo'nalishlardan biri energetikadir. Yashil iqtisodiyot bu nafaqat toza energetikani rivojlantirish, balki tarmoqlarda energiya samaradorligini oshirish hamdir. Bugun resurs tejamkor iqtisodiyot modeliga o'tish degani kam energiya sarflab, ko'p foyda olish demakdir. Bu borada Xatirchi tumanida ham muayyan ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Aholi xonadonlariga o'sha o'zining iste'molidan ochiqcha sotgan, ya'ni ijobiy tafovutdan tashqari qulayliklari mavjud. Bunda 3 yilgacha soliqdan ozod bo'lish, agar o'zining iste'molini 50% ni o'sha batareykalari bilan qoplaydigan bo'lsa, 10 yilgacha soliq imtiyozlari belgilangan. Tumanimizda aholi xonadonlariga o'rnatilish jadal tus olmoqda. 2023-24-yillarga nisbatan 2025-yilda bu borada ancha o'sish yuzaga keldi. Sezilarli darajada 50 kilovatgacha aholi xonadonlariga o'rnatishga ruxsat berilgan. 50 kilovatdan yuqorisiga ikkinchi tarif bo'yicha, ya'ni 720 so'mdan yuridik iste'molchi qilib shartnoma tuzamiz. Ungacha 50 kilovatgachasini aholi xonadonlariga shartnoma tuzamiz. Bunda o'sha aytib o'tgandek 1000 so'mdan davlat budjetidan to'lanadi. 720 so'mdan o'zi hududiy elektr tarmoqlari AJI tomonidan to'lanadi. Bunda hozir bizda 3 ta iste'molchimiz xonadoniga 42 kilovat, 49 kilovat, 49 va 3 kilovat atrofida o'rnatilgan. Bundan tashqari joriy yilning o'zida. Bundan tashqari 2 kilovat, 3 kilovat, 5 kilovatgacha bo'lgan iste'molchilarimiz kundan kunga ortib bormoqda. Bir iste'molchi bir oy mobaynida 200 kilovatgacha bo'lgani 450 so'mdan, 200 kilovatdan 1000 kilovatgacha bo'lgani 900 so'mdan, 900 so'mdan 5000 kilovatgacha bo'lgani 1350 so'mdan narxlar tabaqalanishtirgan tarif bo'yicha hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bilan joriy yilda tumandagi eng og'ir 7 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida 43 kilometr elektr uzatish tarmoqlari, 12 dona transformator punktlari, 1677 dona temir beton tayanchlari o'rnatish ishlari jadal olib borilmoqda. Ayni kunlarda Saroy mahallasida bu boradagi ishlar sifatli va mukammal tarzda amalga oshirilmoqda. Mazkur mahalla tuman markazidan olisda, dasht hududida joylashgan. Bu hududda oqova suv muammosi sabab aholi tomorqadan unumli foydalana olmasdi. Yana elektr ta'minoti ham talabga javob bermasdi. Natijada mahalla og'ir ahvolga tushib, joriy yilda 87 nafar oila kambag'allik reyestriga olindi. Bizning Saroy mahallamiz Xatirchi tumanida eng chekka hududlardan hisoblanadi. Mahallamizda 581 ta xonadon, 801 ta oila, 2389 nafar fuqaromiz mavjud. 640 ta xo'jaligimiz mavjud. Xo'jaliklarimiz eng kichkinasi 9 sutkdan berilgan yerlarimiz bo'lib, aholimiz shu hududda Shovot kanalining eng oxir liniyasi bo'lganligi uchun mana prezidentimizning tashabbuslari bilan mahallamizga 3 milliard 200 million so'm mablag' ajratilib, 4 ta tik quduq, 100 ta stalba, 4 kilometr yopiq kabel, bitta transformator, undan tashqari 4 kilometr ariqlarimiz betonlash ishlari amalga oshirilyapti. Bundan xalqimiz juda minnatdor. Bizning mahallamizda umumiy yer maydonimiz 110 gektar. Shundan 52 gektari aholi tomorqalari mavjud bo'lib, 98% aholimiz tomorqadan unumli foydalanadi. Foydalanishligi uchun asosan dehqonchilik, kartoshka, pomidor, bolg'or qalampiri, sabzi, mana shunday mahsulotlardan ekiladi. Chekka hududlarimizdan bo'lmish mana shu turgan 6-guzorimizda ham 37 nafar xonadon bo'lib, shundan 240 ta fuqaro yashaydi. Yer maydoni 7,3 gektar aholi tomorqasi foydalanish. Hozirgi kunda mana aholi ko'rib turibsiz, quduqlarimiz ishga tushgan. Mana sarbalar o'rnatilib, aholimiz minnatdor, hammasi xalqimiz. Mahallada bugun aholiga yaratilayotgan qulaylik va imkoniyatlar natijasida fuqarolarning dunyoqarashi o'zgarib, yaxshi yashashga bo'lgan intilishi kuchaymoqda. Hududdagi hamjihatlik va o'zaro ishonch sabab ular 8 marta Open budjetni yutib olishib, qishloq infratuzilmasini yaxshilashga o'zlarining hissalarini qo'shmoqdalar. Bizning Saroy mahallamiz Open budjet bo'yicha, viloyat bo'yicha master klass deb aytsak ham xato bo'lmaydi. 8 ta Open budjet yutganmiz. 12 kilometrga yaqin yo'llarimizni asfaltlashtirganmiz. Maktablarimizda mini stadionlar,
maktablar atroflarini o'rash, bog'chalarimizni obodonlashtirish ishlarida opiy byudjetda qatnashib, viloyatda birinchi o'rindamiz. Mana shu yil ham 2025-yil ham birinchi mavsumda opiy byudjetda yutib, dastur loyihamizga 3 kilometr 100 metr asfaltlashtirishni rejalashtirganmiz. Ishlar, jarayonlar olib borilmoqda hozirgi kunda. Undan tashqari aholimizni birlashtirishi yaxshi. Birikish yaxshi. Xalqda o'zida farovonlikka intilish bor. Mana prezidentimizni 2021-yildan beri mana opiy byudjeti tashkil qilganiga rahmat. Xalqimiz shuni birlashib, hammamiz birgalikda yutib kelyapmiz. Saroy mahallasida jami bo'lib turib 27 kilometr yo'l mavjud bo'lib, 27 kilometr yo'limizni 2 kilometr shag'allashtirish ishlar amalga oshirilyapti. Undan tashqari 1 kilometr 300 metr shag'allashtirilmagan tuproq ko'chamiz mavjud. Asfaltlashtirilgan ko'chalarimiz 17 kilometrdan oshdi. Shovot liniyaning oxiridamiz biz. Aholini oqova suv bilan ta'minlash muammo edi. 2 milliardlik loyiha bilan 4 ta tiqqa urilib, aholimiz suv ishlarida tomorqasidan foydalanishda ishlatilyapti. Aholimiz o'zlari ham qo'l bola qilib turib artizan tiqqalar urgan edi. Ulardan foydalanish imkoniyatini to'kda limiti oshganligi sababdan qiynalayotgan edi-da. Endi qiynalmaydi. Har bitta quyosh paneli o'rnatilyapti. Har bitta quduqqa 10 kilovatdan quyosh paneli o'rnatilyapti. Ana shularning ham o'zi biz uchun katta bir imkoniyat. Mahallada ijtimoiy obyektlar mavjud, ammo ishlab chiqarish korxonalari mavjud emas. Joriy yilda mahalla qishloqlarida 4 ta tik quduqlarning paydo bo'lishi ularni tomorqadan unumli foydalanishga, chorvachilik orqali tirikchilik qilishga undamoqda. Ilgari bu qishloqlarda ahvoli og'ir edi. Suv masalasi og'ir edi, kelib ketish masalasi og'ir edi, svet masalasi og'ir edi. Prezidentimiz tashabbusi bilan hamma endi rahbarlarga, prezidentimizga ishonib bo'layotgan ishlardan rozi. Yo'llarimiz 80% dan ziyod asfalt bo'ldi. 4 ta skvajin urildi. Har qaysi yana quyosh batareyasi bilan kabel bo'ldi. Beton stolba, yangi stolba qo'yapmiz. Albatta rozi bo'ladi xalq. Ko'chalarimiz charog'on bo'ladi. Xalqimiz rozidir. Rahbarlardan rozi bo'lsa, o'zlarini yashashga ishtiyoqim zo'r bo'ladi, qiziqadi, birikadi. Mana optimistlarda mana o'tib olyapmiz. Bu qaydan bo'lyapti? Birikkanimizdan. Endi hamma narsa yaxshi bo'lavergandan keyin shunga qarashib harakat qiladi xalq ham. Mahallamizda, Saroy mahallamizda 80 ga yaqin oilalar kambag'allik reyestriga kirgandi. Endi mana hozir xudoga xo'p bitta chiqib ketyapti kambag'allikdan. Hozir tadbirkorlik bilan shug'ullanyapti. Tomorqasidan yaxshi foydalanish dan o'rgandi-da endi. Ilgari tomorqa yo'tay sababi suv yo'q edi. Asosan o'qishga kirish ko'paydi, oliy o'quv yurtlariga. Xususiy bog'chalar, davlat bog'chalari bor. Odamlar endi bolalarini hozir topshirib, uydagi sharoitlar juda yaxshi. Ilgarigi sharoit bilan hozirgi sharoit 100% o'zgardi degan bo'lar. Qiziqish o'zgardi, masalan, hamma sharoit endi odamlar intilib ko'ryapti-da, so'rayapti, o'rgatyapmiz, qilyapti, o'zgaryapti. Bularning zamirida asosan tinchlik turibdi, insonning qadri balandligi turibdi. Mahallada 9 ta qishloq mavjud. Hududda 8 ta transformator bo'lib, ular har 5 yilda mukammal ta'mirlanadi. Joriy yil Xatirch tumanimizda 56 dona transformator punkti, 201 kilometr 0.4-10 kilovatli havo elektr uzatish liniyalari mukammal ta'mirlash ishlari rejalashtirilgan va amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari 165 dona transformator punkti hamda 481 kilometr havo elektr uzatish liniyalari joriy ta'mirlash ishlari rejalashtirib amalga oshirilib kelinmoqda. Yil nomidan kelib chiqib muhtaram prezidentimizning kambag'allikdan farovonlik dasturi asosida Xatirch tumanimizda 7 ta mahallada 12 dona yangi transformator punkti, 42 kilometr havo elektr uzatish liniyalari tortish ishlari amalga oshirilmoqda. Ayni vaqtda Saroy mahallasida 100 dona manan eskirgan simyog'ichlarimiz yangi beton simyog'ichlarga almashtirilib, elektr liniyalari yangilanmoqda. Bundan tashqari tumanimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan quyosh panellarini o'rnatish ishlari amalga oshirilib, kondensator qurilmalari tadbirkorlarimizda energiya samaradorligini oshirish maqsadida xususiy transformatorlar o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Quyosh panellarini o'rnatish orqali elektr energiyani tejash ishlariga erishamiz. Joriy yil davomida 1.6 megavat quyosh panellarini o'rnatish ishlarini amalga oshiramiz va aholiga uzluksiz elektr energiya yetkazib berishni ta'minlaymiz. Quyosh paneli o'rnatgan aholi iste'molchilarimizga davlat tomonidan subsidiyalar ajratilmoqda hamda o'zidan orttirgan elektr energiyani davlatga sotib 1000 so'mdan foyda olyapti. Bu ham aholi uchun qulayliklar yaratib kelmoqda.
Tumanda aholi xonadonlarida kichik hajmdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va bu orqali tejamkorlikka hamda energiya samaradorligiga erishishiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, Saroy mahalla fuqarolar yig'inida joriy yilning yakuniga qadar barcha xonadonlarda quyosh panellari va suv isitish qurilmalarini o'rnatish rejalashtirilgan. Aholi xonadonlariga kichik quvvatli quyosh panellarini o'rnatishni rag'batlantirish bo'yicha quyoshli xonadon dasturi amalga oshirilmoqda. Bu o'z navbatida xonadonlarga nafaqat energiyani tejash, balki moliyaviy jihatdan ham iqtisod qilishga imkon bermoqda. Ta'kidlash joizki, quyosh panellari orqali elektr energiya ishlab chiqarilganda atrof muhitga hech qanday zararli gazlar chiqmaydi. Eng asosiysi, quyosh panellari o'rnatilgan paytdan boshlab daromad olib kela boshlaydi. Bunday qurilmalar binolarning tom qismiga hamda bo'sh yer maydonlariga o'rnatilgani uchun ishlash jarayonida hech qanday shovqin bo'lmaydi. Qayta tiklanuvchi zamonaviy vosita uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini beradi. Shuningdek, 2023-yilning 1-aprelidan boshlab aholi xonadonlariga o'rnatilgan quyosh panellaridan xonadon iste'molidan ortiqcha ishlab chiqarilgan elektr energiyasining har 1 kilovati uchun belgilangan tartibda 1000 so'mdan subsidiya ajratilib, hisob-kitoblar amalga oshirilishi yo'lga qo'yilgan. Muhtaram Prezidentimizning qarorlariga asosan 3 ta mahallamizda 240 kilovatlik quyosh panellari stansiyalari o'rnatish rejalashtirilgan. Bunda Angidon, Kattasoy, Saroy hamda Bog'chakalon mahallalarida yashil energiya xodimlari kelib joylarni o'rganib, kadastr xodimlari bilan birgalikda ishlar amalga oshirildi. 2 ta kambag'al oilasidan ishchi xodim ishga olinadi bunda. Hamda shu o'zini iste'molidan ortiqcha sotiladigan elektr energiyasidan tushadigan mablag' shu mahallani iqtisodiy rivojlantirishga qaratiladi. Bizda 200 dan oshiq yuridik iste'molchilarga tegishli shaxsiy transformator punktlari mavjud. O'sha yuridik iste'molchilarga shaxsiy transformatorlarga o'rnatiladigan o'sha deviator quvvatidan kelib chiqib, kondensator apparatlari o'rnatiladi. Kondensator apparatlarida reaktiv energiya, ya'ni liniyadagi kuchlanishlarni oldini olish maqsadida o'rnatilyapti. Bizda ham unga yaqin ta'minotchi bor. Bizga kelib murojaat qilgan eng avvalo biz uni qulayliklarni tushuntiramiz. Biz tomonidan, davlatimiz tomonidan belgilangan qulayliklarni tushuntiramiz va biz unga o'sha ta'minotchilar bilan bog'lanish, uni telefon nomerlari, faksograma hamma narsasini taqdim qilamiz. O'zlari o'sha iste'molchilar bilan gaplashib, banklarimizdan ham 3 kunida 19,5% dan aholiga, 20,5% dan tadbirkorlarga kredit mablag'lari ajratdi. Bundan tashqari Energy Market degan ulova bor. Energy Market degan ulovada o'sha foizsiz muddatli to'lov, ya'ni bo'lib to'lash imkoniyati belgilangan. Bunda geokollektor, ya'ni suv ichish geokollektorlari, bunda zamonaviy tilda arizon deymiz. O'shalarni o'rniga qo'ysa, elektr energiyasini ekonom qilishga erishiladi. Yil dasturi doirasida joriy yilning 1-sentyabridan boshlab tadbirkorlik subyektlarini yashil tadbirkor sifatida e'tirof etish yuzasidan platforma yaratiladi. Ko'kalamzorlashtirish, jumladan korxonani yashil belbog' bilan o'rash, sug'orish tizimlarini o'rnatish, tomchilatish, yomg'irlatish va qopli sug'orish tizimini joriy qilgan, energiya tejamkorligini ta'minlagan tadbirkor yashil tadbirkor maqomini oladi. Aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanishni rag'batlantirish maqsadida 2025-yil 1-apreldan boshlab chiqindilar utilizatsiyasi hisobiga hamda shamol va quyosh manbalaridan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi uchun yashil tariflar joriy etildi. Bu jarayonlar Xatirchi tumanida ham bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Tumandagi un zavodi bir sutkada 60 tonna unni ishlab chiqarish quvvatiga ega. Korxona xodimlari quyosh panellarining afzalligini o'rganib, bosqichma-bosqich uni o'rnatish jarayonlarini boshlashdi. Xatirchi tumani kichik sanoat zonasida joylashgan dinamik elektronik mahsulot cheklangan jamiyatiga qarashli bo'lgan un va omoq tem mahsulotlar ishlab chiqarish zavodi 2021-yilda tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda korxonamizda 50 ga yaqin xodim ish faoliyat yuritadi. Bizni korxonamizda un va omoq tem mahsulotlar ishlab chiqariladi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni ichki bozor va tashqi bozorlarga eksporti bilan va ichki chorvachilik sohasi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga yetkazib beramiz. O'zimiz ishlab chiqargan mahsulotlarimizni. Bizning korxonamizning asosiy bu iste'molimiz bu elektr energiyasi hisoblanadi. Hozirgi kungacha iste'molimiz juda ham yuqori darajada edi. Mana hozirgi kunda biz korxonamizga 50 kilovat quyosh panellari o'rnatib, o'z iste'molimizni 15% ga qisqartirdik. Bizning iste'molimiz miqdori oylik 100,000 kilovat soatini tashkil qilardi. Hozirgi kunda quyosh panellari o'rnatganimizdan keyin qariyb 15% ga xarajatlarimiz
qisqardi. Quyosh panellarining afzalligi shundaki, birinchi o'rinda o'z iste'molimizdan tashqisini elektr energiya aksiyadorlik jamiyatiga sotishimiz mumkin va kun davomidagi o'zimizni maishiy iste'molimizga to'g'ridan-to'g'ri quyosh panellaridan foydalanishimiz mumkin. Bu ham bizning korxonamiz xarajatlarini qisqartirishga va foyda olishga ko'p qulay kelyapti. Avvalambor quyosh panellari o'rnatishda ko'p ba'zi bir faktorlarga e'tibor qilish kerak, ya'niki uni ishlab chiqaruvchi zavodi quyosh panellarini ularni sifatiga va o'shani xizmat ko'rsatuvchi invertorlarni sifatiga e'tibor qilish kerak va tejamkor bu transformatorda o'zida reaktiv energiyalarni sarfini qisqartiruvchi kapsulalar o'rnatish kerak. Bularning barchasi yakuniy natijada sizni tashkilotingizda xarajatlarni qisqartirishga olib keladi va foydali koeffitsiyentini oshirib beradi. Quyosh panellarini tanlashda biz o'rgandik, chuqur o'rganib, quyosh panellarini yashash davrini, uni foydali koeffitsiyenti miqdorini chuqur o'rgandik va ularga xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarni ular haqida chuqur o'rganib, xulosa qildik. Hozirgi kunda eng sifatlilarini olib kelib o'rnatganmiz. Birinchi etapda hozirgi kunda rejalashtiryapmiz. Keyingi etaplarda buni miqdorini yanada oshirib, o'z to'liq iste'molimizni quyosh panellariga o'tkazishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Buning natijasida avvalambor elektr energiya sarfimiz kamayadi. Unga boradigan xarajatlar qisqaradi. Ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni tan narxi yanada tushirishga erishamiz. Korxonada energiya tejamkor uskunalar joriy etilgach, elektr energiyasi tejalmoqda. Qolaversa, uning samarali ishlashi uchun kerakli manbalar ham o'rnatilmoqda. Bu esa yashil iqtisodiyotga o'tish, uning asosi bo'lgan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko'rsatkichlarini oshirishga hissa qo'shmoqda. Imtiyozlarimiz avvalambor bizni birinchi yutug'imiz o'z sarf xarajatlarimizni qisqartirib, tan narximizga oz bo'lsa-da ta'sirini sezdik. Davlatimiz tomonidan soliqdan imtiyozlar bor. Ularga arizalar berganmiz, ular bo'yicha ishlayapmiz, o'sha talablariga javob berishga harakat qilyapmiz va uning natijasida soliqdan ham imtiyozlarga erishishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shu o'rinda o'zimizning iste'molimizdan ortgan elektr energiyani yuqorida aytganimdek sotish natijasida foyda olishimiz ham bu bizani yana bir imkoniyatimiz va bir kuchli tarafimiz deb bilamiz. Birinchi etapimiz 50 kilovat bo'ldi, ikkinchi etapda 100 kilovat. Buni jami 500 kilovatga yetkazish o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu 500 kilovatgacha chiqarishimiz natijasida o'z iste'molimizni kunduzgi vaqtda o'z quyosh panellaridan qoplaydigan bo'lsak, kechki vaqtda sotishimiz imkoniyatini beradi. Kechki paytda iste'molimizni, kunduz paytda ziyod ishlab chiqargan elektr energiyamiz, xarajatlarimiz qoplab, yakun natijada elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojimizni, xarajatlarni keskin tushirishga erishiladi va to'g'ridan-to'g'ri tan narxni qisqartirishga olib keladi va bozorda bo'lgan raqobatbardoshligimizni yana bir oshirib berishga xizmat qiladi. Transformatorimizda reaktiv energiyasini, sarfini qisqartiradigan kapsulalar o'rnatganmiz. Ular ham bizga ziyodni chiqqan energiyaga ham qo'shimcha to'lov shakllantirilardi. 700 ming, 800 ming, 1 milliondan 5 milliongacha u ham xarajat bo'lib turgandi. Biz uni ham o'rnatganimizdan keyin transformatorimizda reaktiv energiya sarfini u tejab qoladi va bu xarajatlarimiz ham qariyb 70-80% ga qisqardi. Reaktiv energiyaga bo'lgan to'lovlarimiz ham. Bu quyosh panellariga o'rnatgan invertorda sifati qanchalik sifatli bo'ladigan bo'lsa, sizda quyosh paneldan kelayotgan o'sha energiyani miqdorini oshirib beradi. Foydali koeffitsiyentini oshirib beradi. Sifati pastroq bo'ladigan bo'lsa, invertoringiz misol uchun quyosh panellari sizga 40 kilovat berganda ham invertor sifati pastroq bo'ladigan bo'lsa, o'shani o'zi qabul qilib olib bera olmasligi mumkin. Bu taraflariga ham e'tibor qilganmiz. O'sha uchun maksimum ravishda bir marta qo'ydik. Yaxshisidan qo'ydik va foydasini olyapmiz. 10 yil muddatga quyosh panellari misol uchun xizmat qiladigan deb oladigan bo'lsangiz va undan kelayotgan foydasi o'zini 2 yilda o'zini qoplab chiqishini biz o'zimizga sarhisob qilgan paytimizda 2 yilda o'zini oqlab chiqishini ko'rganmiz. Bu degani 10 yil, 8 yil yana sizga tekin xizmat qilib berishi bu foydamiz deb bildik o'zimiz uchun. Prezidentimiz o'zi qo'llab-quvvatlaganligi va bu moliya institutlariga berayotgan imtiyozlari, imtiyozli kreditlar, uzoq muddatli kreditlar orqali qilinadigan bo'lsa, o'ylaymanki, korxonalar to'g'ridan-to'g'ri davlat puliga qo'yib, kreditiga qo'yib, to'g'ridan-to'g'ri foyda olib, kerak bo'lsa o'z iste'molini qoplab, o'shandan ortgan miqdorini davlatning o'ziga sotib, undan tushgan daromad orqali kreditini yopish orqali ham bundan foyda ko'rishi mumkin, manfaatdor bo'lishligi mumkin. Buni faqat to'g'ri yondoshib, siyosatimizdagi holatlarni va buni kelajagiga to'g'ri qaraydigan bo'lsak, bu loyiha ancha foydali va manfaatli deb bilaman.
Olib borilayotgan ijobiy ishlar ko'lami natijasida 2030-yilga kelib, mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalari 25 ming megavatga yetkazilishi belgilangan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jami iste'moldagi ulushi 40% ga oshadi. Yashil energiyadan foydalanish borasida bajarilayotgan ishlar o'z navbatida viloyatning olis hududlari aholisi va ishlab chiqarish quvvatlariga elektr energiyasini bir maromda yetkazib berishga xizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilga borib, davlat organlari va korxonalar hamda aholi xonadonlarida energiya iste'molining 60% ni yashil energiyaga o'tkazish hisobiga qariyb 900 million kilovatt-soat elektr energiyasi iqtisod qilinadi. Bu esa elektr energiyasini tejash va undan oqilona foydalanish demakdir. Muxtasar aytganda, yashil iqtisodiyot resurslardan samarali foydalanish, energiya manbalarini yangilash, chiqindini kamaytirish va tabiiy resurslarni saqlab qolish asosiga qurilgan iqtisodiy model hisoblanadi. 2025-yil mazkur yo'nalish mamlakatimiz iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Boisi, viloyatimiz elektr energiyasini tejash bo'yicha namuna bo'lishga intilmoqda. Shundan kelib chiqib, hududda quyosh panellari o'rnatish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu esa iqtisod va foyda demakdir.